Siz bu texnika bilan aniq hayotingizning boshqaruvchisiga aylanasiz. Bu qanday texnika deb qiziqib ketyapsizmi? Unda videoni oxirigacha eshitishingiz kerak bo'ladi. O'sha mashhur meditatsiyalarda, mashhur ustozlarning texnikalarida beriladigan eng kuchli texnika, orzuga yetishtiruvchi texnika ham hozir va shu yerda holati hisoblanadi. Hozir va shu yerda holati nima uchun sizga kerak? Chunki har qanday voqea hodisani biz hozir va shu yerda holatidan yaratamiz. Hozir siz qanaqa nuqtada turibsiz? Hozir sizni kayfiyatingiz qanaqa? O'zingizdan so'rang. Men xursandmanmi hozir, xafamanmi hozir? Deylik, siz nimanidir orzu qilyapsiz. Siz o'sha orzuyingizni chistotasidanmisiz? O'sha orzuyingizni energiyasidamisiz? Yoki xafachilik holatidamisiz? Deylik, siz munosabatlaringizni yaxshilamoqchisiz. Mana shu munosabatlarni yaxshilash uchun pozitiv energiyada bo'lishingiz kerak. Agar siz xafachilik holatida bo'lsangiz, keyingi holatlar ham mana shu nuqtadan o'tib yana xafachilik holatini sizga transformatsiya qilib beradi. Siz hozirgi nuqtani qattiq ushlab olgan holatda shu nuqtadan yaratishni boshlaysiz. Nima uchun bizning hayotimizda o'tmish o'tib ketgan, kelajak hali kelmagan, bizning eng qadrli vaqtimiz hozir va shu yerda hisoblanadi. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi va masterlar ham bu sekretlar haqida gapirmaydi yoki umuman kam gapiradi. Oddiy holatdek ko'rinadi. Bugundan hayotingizda qo'llashni boshlang. Hozir o'zingizda kayfiyatingiz o'zingiz xohlagandek bo'lmasa ham, siz mana shu chistotaga ulaning, mana shu energiyada bo'ling. Hozir va shu yerda holatidan yaratishni boshlang. Xohlagan holatingizni yaratishingiz